Salom do'stlar, bugun men sizlarga o'tgan 20-asrning eng dahshatli energetik portlashlaridan biri bo'lgan Chernobil shahridagi atom elektr stansiyasidagi portlash haqida aytib beraman. Qani ketdik. Ukrainaning Chernobil shahridagi halokat yer yuzidagi eng katta dahshatli texnogen fojialardan biri hisoblanadi. Bu portlashning insoniyatga va tabiatga yetkazgan zararini baholash juda og'ir. Oradan 30 yil vaqt o'tgan bo'lsa ham, fojianing sovuq nafasi insonlar qalbini titratib turadi. 1986-yil 26-aprel kechasi soat 1:23 o'tganda Chernobil shahridagi atom elektr stansiyasining 4-blokida qattiq portlash va yong'in yuz beradi. O'sha tunda 4-blokda stansiya xizmatchilari turbogeneratorni sinov ishlarini olib borayotgan bo'lishgan. Ishchilar sovutish sistemasini yoqishga va reaktorni o'chirishga ulgurmay qolishgan. Natijada yong'in va ortidan portlash yuz bergan. O'sha kuni kechqurun butun shahar shirin uyquda edi. Atom stansiyasining portlaganini yarim tunda stansiya yaqinida oqib o'tgan daryoda baliq tutib o'tirgan baliqchilardan boshqa deyarli ko'pchilik bilgani yo'q. Yong'in tobora avj olib borardi. Tez orada atom elektr stansiyasiga o't o'chiruvchilar guruhi yetib keldi. O'sha tunda 100 kishidan iborat o't o'chiruvchilar yong'inni o'chirishga harakat qilishdi, lekin foydasi bo'lmadi. Atom elektr stansiyasidan olov bilan birga havoga ko'tarilayotgan atom radiatsiya nuri o'sha paytning o'zida 31 ta o't o'chiruvchini shamdek eritib yubordi. Halok bo'lganlar soni tobora ortib borardi. Ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, atom stansiyasi portlashi natijasida 4000 dan oshiq odam o'sha paytni o'zida halok bo'lishgan. O't o'chiruvchilar katta qahramonlik ko'rsatdilar. Yong'inni o'chirish oson bo'lmadi. 13 kunlik mashaqqatdan so'ng 9-may kuni yong'in butunlay o'chirildi. Lekin stansiyadan havoga ko'tarilayotgan radiatsiya nuri shamol yordamida butun shaharga tarqalib, inson hayotiga xavf sola boshladi. Halokatdan so'ng ertasiga Chernobil shahridan 47,5 ming odam boshqa shaharlarga ko'chirildi. 1986-yilning oxirigacha halokat zonasidan 250 ming aholi evakuatsiya qilindi. Chernobildagi atom elektr stansiyasini zararsizlantirishda butun SSSRdan kelgan 600 mingta ishchilar ishtirok etishdi. O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz ham qarab turishgani yo'q. Hisob-kitoblarga ko'ra, Chernobil halokatidan 100 mingdan oshiq odam jabrlangan va halok bo'lgan. Atom elektr stansiyasidan tarqalgan radioaktiv nurlar nafaqat Ukraina, balki Rossiya va Belarusiyagacha yetib borgan. Chernobil shahri va atrofdagi bir necha shahar va qishloqlar huvullab qolgan arvohlar shahrini eslatadi. Oradan 30 yil vaqt o'tdi. Hozirgi kunda taqiqlangan zona Chernobil shahri atrofiga qaytib kelib yashayotgan odamlarni uchratish mumkin. Bular asosan qariyalardan iborat. Chernobil shahri sirli sayohatlarni xush ko'ruvchi sayohatchilar maskaniga aylangan. Sayohatchilar huvullab yotgan maktab, kasalxona, tashlandiq ko'p qavatli uylarni ko'rib, bundan 30 yil avval ro'y bergan dahshatli halokatning izlarini bosib o'tishadi.